Assalomu alaykum do'stlar. Bugun menga срочный video qiladigan bo'lib qoldik. Xo'jalikda bir singlimizga yordam kerak ekan. Shuni video qilik deb chiqarib o'tirmiz hozir. Uyining videosidan bir video qilib tushiramiz. Uyim bir ahvolda ekan. Keyin nesi bor? Bolalarning ham ahvoli yaxshi emas ekan. Bolalarning bir videosini qilib qo'yamiz. Bolalarga da yordam kerak ekan. Pastda plastik nomerlari bo'ladi. Shularga bir yordam berib bersangiz, Navro'za Ramazon oyida savob bo'larmidi degan maqsadda sizlarga so'rashdik. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani Nurlijo'l mahallasida yashovchi Sevaraman Yangabayeva Sevaraman. Uyimizning ahvolini ikki bo'lmamiz shu ahvolda o'tiribdi. Palganing har yoq beti teshilib ungrayib qoldi. Shuning uchun palgaga asqilib biz yuvamizni chetini suv o'tmasligi uchun. 2 nafar farzandim bor. O'zim ajrashganman. Ota-onamning yolg'iz boquvchisi, qarovchisiman. 82 yoshga chiqqan akam bor. Onam yakunda qariyman, yolg'iz o'zim. Bolalarning qo'lini ahvolda. Qo'llar jabishib tug'ilgan. 2 barmog'i yiq qo'lda shunday. 2 balandlikda shunday operatsiya oldirim kerak. Ro'za oyida Alloh uchun ihson qilish so'rayman. Ko'mak bo'lyapti deydi. Men ham so'rashdim. Tashlasangiz bo'ladi dedi. Assalomu alaykum. Qaysizlar? Kecha uyning ichining videosini tashlagan edim. Bugun uyning sirtining videosi. Bunda uyda qalay yashab bo'ladi deydi. Bizlar Allohga shukrlik etib yashab o'tirmiz shu uyda. Xudoga ming qatla shukr. Uyalmaysizmi bunday video qo'yuqqa deydi. Adal minnetim bilan balalarim bag'ib o'tiribman. Yaman ish qilayotgan bo'lsam ayting. Kecha balamning qo'lning barmoqlarini yeb, bu oyog'im barmoqlarida 2 barmoqda shunday. Bu ukam balam bir qo'lniki. Qurbida tek bir qo'li borda, bir qo'l shunday operatsiya qildirim kerak. Bu kichkantayimning qo'llari yiq qo'lda shunday. Videoni storylaringizga qo'yib yuborsangiz, like'lar bosib ketsangiz, bu singlimizga ko'p ko'mak bo'lar edi. Videoning ikkinchisida tushirganimda plastiklari bo'ladi. Shunga pul tashlasangiz, ko'mak beraman desangiz, pul tashlasangiz bo'ladi. Rahmat hammaga.